Dekameron asari Yevropa davrining uyg'onish davridagi eng zo'r asarlardan biri hisoblanadi deyiladi. Giovanni Boccaccio qalamiga mansub Italiyada yozilgan asar hisoblanadi. Dekameron asari. Bu asarda asosan 7 ta qiz hamda 3 erkak ishtirokida 100 ta hikoyadan iborat novella joy olgan. U hikoyalar qanaqa deb so'raydigan bo'lsalaring, uyg'onish davriga oid hikoyalar. Lekin bu islom dinidagi insonlarga umuman to'g'ri kelmaydi. Uni mutolaalar vosita tinglab tushunganim bo'ldimki, unda 18 yoshdan yuqori bo'lgan insonlar o'qisin degan, lekin men 21 yoshdan yuqori bo'lgan insonlar o'qisin deyman. Buning sababi Dekameron asarida 100 ta hikoya joylangan bo'lsa, 100 ta hikoya aytilgan, yozilgan bo'lsa, 100 ta hikoyadan 80% shahvoniylikni, xiyonatni, suyoqlikni, xiyonat va boshqa bir manfur jirkanch narsalar targ'ib qiladi. 20% tarbiyaviy ahamiyatga ega xolos. Lekin 80% bo'mag'ir chiqib chiqilgan hikoyalar. Ana 5 yoshli boladan so'rasangiz ham uning hikoyalari yaxshiroq deb olib qarasa. Bu ayollar o'qishi, yoshlar o'qishi, balog'atga yetmagan o'smirlar o'qishi umuman taqiqlanadi. Chunki ochiqdan ochiq ta'rif qilinyapti bu narsa. Umuman bu yo'l qo'yilmaydigan va keraksiz bo'lgan asar bu. Dekameron asarini nimaga insonlar uyg'onish davrining asarlaridan, Renessans davrining buyuk asarlaridan biri deb hisoblanishiga yagona sababi unda ruhoniylarni yomonlaydi. Ya'niki 1000 yillar davomida, bir necha 100 yillar mobaynida xalqni qiynab, qashshoqlikda qoldirgan, uni qiynab, inkvizitsiya sudlarida yoqqan rohiblar va abbotlar hamda o'sha din vakillari ustidan yozilganligi uchun, ustidan kulinganligi uchun va ularni tanqid qilinganligi uchun uyg'onish deb ataladi. Shu xolos, boshqa hech qanaqa uni e'tiborga molik jihati yo'q Dekameron asarini. Misol aytishlaring mumkin, shu ham bor ekan dilga. Bu manaqa narsada inson ongi matrisaga moslashib qo'ygan. O'qiysan, ishlaysan, shunaqa. Undan keyin misol shu ish qildimi, uylanasan, uylangandan keyin bola chaqa bo'lish kerak. Xuddi O'zbekistonda misol uchun 20 yosh, 22, 26 yosh oralig'ida uylanish kerak. Hamda farzandli bo'lmasa, qo'shnilar aytadi, "Voy, nimaga farzandli bo'lmayapti? Kasalmikan?" deydi. Shunaqa ommaviy anaqa bor, matrisa bor, ya'ni bitta qolip bor, yo'nalish bor, o'shanda ketish kerak. U qolipdan boshqacha chiqqanlarda birinchi yo ahmoq deyiladi, undan keyin agar u narsa o'xshab qolsa, u dahoga aylanadi. Xuddi shu narsa aks ettirilgan bu asarda. Ya'niki odamlarni o'ylash, fikrlashdan boshqacharoq shaklda, ya'niki ularni tanqid qilib, ustidan o'sha narsalar boshqacha ekanligini tushuntirib bergan. Ya'niki abbotlarning, ruhoniylarning aslida unday emasligi, o'zlari ham jirkanch, shahvoniy hislarni qondirish yo'lida har qanday ishlarni bajarishi kerakligi va o'shanda ishlar bo'lganligi ta'kidlab o'tilgan. Shuning uchun bu asar Renessans asari bo'ladi. Islom dini bilan xristian dinida ham o'zi shu farqi bor. Shunda aytayaptiki, unda misol bitta qiz chiqib qolsa, uni Xudoning inomi deyapti. Xudoning menga bergan inomi, bu inomdan men foydalanib qolmasam, Xudo meni kechirmaydi deyapti. Bitta qiz chiqib qolyapti, bitta xotin chiqaryapti, ikkalasi uchrashish kerak bo'lyapti va o'sha ishni qilish kerak bo'lyapti. Bizda esa aksincha, bizda nima deydi? Bizda bu Xudoning sinovi deydi. Men bunga yaqinlashmasligim kerak deydi. Qaranglar, ikkalasida butunlay boshqa narsa, ikkalasida ham bitta vaziyat, lekin ayri-ayri boshqa narsa. Dekameron asarining yaxshi tomonlari oxirgi 20 ta asarda beriladi. Bunda yaxshilik orqasidan yaxshilik topish, yomonlik bo'lsa, unga yarasha yomonlik ko'rsatish, birovning haqqini nima qilib bo'lsa ham o'ziga qaytarish kabi jihatlari ham bor. Lekin bu oz. Dengizdan tomchi. Oxirida keyin Giovanni Boccaccio ham o'zini yaxshilab qo'yadi. Men nima deydi? Men shunday fikrlovchi insonlarni bunga ta'rif qilmoqchi emasman deydi. Illat izlaganga illatdir dunyo, hikmat izlaganga hikmatdir dunyo deydi. Lekin 80% kitobida shahvoniylik kontentlarida yozgan. Bu qanaqa? Bu ertak salom deb turib orqadan g'iybat qilganda gapda bu. Bu asarga besh ketmadim men. Xullas o'qimanglar. O'qishga ham kerak yo'q u asarda. Birorta ma'nili, madrasali narsasi yo'q uni. Iloji boricha o'q. Lekin islom dinini chuqur o'rgangan,
ya'ni bilimi bor, keyin o'z meniga ega bo'lgan, o'z so'zini qila oladigan insonlar bo'lsa qilishi mumkin. Chunki bu asarda o'qigan inson ertaga unga ta'rif qilishi mumkin. 15-16 yoshda o'qigan inson u asarga taqlid qilishi mumkin. O'sha ruhida singib qolishi mumkin mana bu kallasida. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Dekameron asarining bitta hikoyasida shunday aytiladi. Bir yigit bir xonimni uyiga ataylab keladi. U yigitning puli ko'p bo'ladi. U ayol esa uni aldab suldab olmoqchi bo'ladi. Undan keyin xizmatkori oldiga boradi, kiyimini almashtirib hojatga chiqish kerakligini aytadi. O'shanda hojatxonasiga e'tibor berdim. Ikkita uy, mana bu o'zini uyi, bu qo'shnining uyi. O'shanda o'rtasiga ikkita taxta qo'ygan va shu ikkala uyning o'rtasi hojatxona. Bu mag'rur narsa, hammaga sasib ketadi. Bu virusni o'shanda aytyapti, Italiyada aytyapti, 1300-yillardadir. Sharqdan ko'chib kelgan o'lat orqali deyapti, vabo orqali bizga keldi deydi. Lekin o'zlari vaboga sabab bo'lyapti. Har yer chiqindi, najosatga botgan, hamma yer aytiladi ba'zi kitoblarda. O'rta asrlarda ko'chada yurib bo'lmasdi. Shuning uchun baland boshlarni kavushlar kelgan, tapchiqlar kelgan deydi, shipaklar. Nima uchun? U yo'lakdan yurib bo'lmagan. Odamlar axlatini bir idishga turib, idishdan keyin to'kib yuborgan. Har kuni takrorlangan derazadan to'kkan o ko'chaga. Ko'cha sasib badbo'y nima bo'lsa bo'lib ketgan. Mana sizga rivojlangan xristian dinini va islom dinining farqi. Xullas, men ko'pchilikka bu kitobni o'qib vaqtini ketkazmaslikni aytaman. Keragi ham yo'q asar bu. Men ham ketkazgan vaqtimga achindim, lekin shu narsani bilib oldim men. Dekameron asari deganda men bir ulug' asarni nazarda tutardim, lekin unday emas ekan. Istaganlar o'qinglar, istamaganlar o'qimanglar. Ayniqsa ayollar o'qishda aqlanadi. Chunki unda yengiltag ayollarning juda ko'p xislatlari aks ettirilgan. U yo'qib qolishi mumkin. Bitta hikoyasida aytilgan bo'lsa ham mayli ekan, 70-80% hikoyasida o'sha ta'rif qilingan ayollar buzuqligiga, ikkiyuzlamachiligiga, xiyonatkorligiga, bemalol do'sti bilan qochib ketyapti, bemalol xizmatkori bilan ishqiy munosabatda bo'lyapti, bemalol rohiblari bilan bo'lyapti. Bu bo'lmaydi bu narsa. Xuddiki hozirgi agar ta'rif qiladigan bo'lsa, imomlar bilan yo bo'lmasa erini do'sti bilan yo bo'lmasa qarindoshi bilan. Xullas, bu mag'ir narsalar o'qish keragi yo'q. Xullas, Dekameron asarini o'qimanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.